tashlab o'taman. Birinchi bank kredit mahsulotimiz bizga ko'mak. Maksimal 17 million so'mgacha beriladi, 25%. Ayollarga 200%, erkaklarga 25%. O'z-o'zini band qilgan shaxslarga mahalla hokim yordamchisining pechati, hokim yordamchisining qo'li mahalla komiteti pechati orqali beriladi. 17 million so'mgacha ayollarga 20%, erkaklarga 15%. 4 yil muddatga 6 oylik imtiyoz davri bilan beriladi. Keyingi bank mahsulotimiz mahalla loyihasi. Bu ham tuzilmada erkaklarga 25%, ayollarga 20%. Uni 17 million so'mlikdan farq etaman. U bank agentining qo'li, bankni mahalla bankiri mahallaga biriktirilgan mahalla bankini imzosi orqali chiqadi. Uniki 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davri bor. Bankda narsani beriladi. U olish tartibi qanaqa? Pasport kopiyasi kerak bo'ladi. Pasportini, o'zining shaxsiy pasportini nimasi, undan keyin o'z-o'zini band qilgan guvohnomasi, imzo qo'yish kerak. Shu orqali chiqadi. 50 million so'mgacha uchinchi shaxs kafilga asosida chiqadi. 17 million so'mlik sug'urta asosida chiqadi. Uchinchi shaxs kafillik bo'lsa ham bo'ladi. 50 million so'mlik faqat uchinchi shaxs